Bugun men barcha pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar, ota-onasi yoki yaqinlari pensiya olayotgan oilalar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap pensiya guvohnomasi haqida kerakmoqda. Ko'pchilikda pensiya guvohnomasi bekor qilinyaptimi? Endi imtiyozlardan qanday foydalanaman? Bank, poliklinika, transport yoki boshqa joylarda mendan yana hujjat so'rashadimi degan savollar paydo bo'lyapti. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki ertaga pensiyaga chiqadigan har bir insonga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga hozir obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying. Chunki bunday yangilikni bilmaslik keyinchalik ortiqcha ovora bo'lishga olib kelishi mumkin. Avvalo, men masalaning mohiyatini oddiy qilib tushuntiraman. Ilgari pensiya oluvchi shaxsga pensiya tayinlangan, tasdiqlangandan keyin alohida pensiya guvohnomasi berilardi. Bu guvohnoma ko'p joyda pensioner maqomini tasdiqlovchi hujjat sifatida ishlatilgan. Masalan, ayrim tashkilotlarda imtiyoz so'ralganda, transport yoki xizmat ko'rsatish joylarida, bankda yoki mahalla bilan bog'liq masalalarda odamlar shu guvohnomani ko'rsatishga odatlanib qolgan edi. Ya'ni fuqaro pensiya olishini isbotlash uchun qo'lida alohida qog'oz yoki plastik ko'rinishdagi hujjat bo'lishi kerak deb hisoblanardi. Endi esa davlat xizmatlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilayotgani sababli pensiya haqidagi ma'lumotlar alohida guvohnoma orqali emas, elektron bazalar orqali tekshiriladigan tizimga o'tilmoqda. Buning mazmuni shuki, pensioner ekaningizni tasdiqlash uchun har doim qo'lingizda eski uslubdagi pensiya guvohnomasini olib yurish talab qilinmasligi kerak. Tegishli tashkilotlar siz haqingizdagi ma'lumotni davlat axborot tizimlari orqali ko'rishi, tekshirishi yoki elektron ma'lumotnoma asosida qabul qilishi mumkin. Bu yerda eng muhim nuqtani aniq aytib qo'yaman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda degani pensiya bekor bo'lyapti degani emas. Ba'zi odamlar sarlavhani eshitib vahimaga tushishi mumkin. Pensiya guvohnomasi bilan pensiyaning o'zi boshqa tushunchalar. Guvohnoma bu faqat maqomni tasdiqlovchi hujjat. Pensiya esa qonun asosida tayinlangan oylik to'lov. Agar fuqaroning pensiyasi qonuniy tayinlangan bo'lsa, guvohnomaning qog'oz shakli o'zgargani yoki bekor qilingani pensiya to'lovini avtomatik to'xtatmaydi. Oldin pensionerlar biror joyda imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsa, undan ko'pincha pensiya guvohnomasi so'ralardi. Masalan, 68 yoshli otaxon dorixonada yoki sanatoriyga yo'llanma olishda o'zini pensioner sifatida tasdiqlash kerak bo'lsa, yonidan guvohnomasini chiqarardi. 62 yoshli onaxon kommunal to'lovlar yoki ijtimoiy yordam bo'yicha murojaat qilganda pensiya guvohnomangiz bormi degan savol eshitardi. Ko'p hollarda ushbu guvohnoma bo'lmasa, odam hujjat izlab uyiga qaytardi. Yo'qotgan bo'lsa, tiklash uchun yana idorama-idora yurardi. Guvohnomani yo'qotish ham alohida muammo bo'lgan. Keksa odam avtobusda, bozorda yoki shifoxonada hujjat papkasini yo'qotib qo'ysa, pasport yoki ID karta bilan birga pensiya guvohnomasi ham ketib qolishi mumkin edi. Keyin u men pensionerman, lekin guvohnomam yo'q deb tushuntiradi. Lekin ayrim joylarda xodimlar faqat qog'oz hujjatga qarab ish yuritishga o'rganib qolgan bo'ladi. Natijada odam ortiqcha stressga tushadi, navbat kutadi, ma'lumotnoma oladi, ariza yozadi. Yana bir muammo shundaki, guvohnomadagi ma'lumotlar vaqt o'tishi bilan eskirishi mumkin. Masalan, familiya o'zgargan, yashash manzili o'zgargan, pensiya turi o'zgargan, nogironlik guruhi qayta ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin. Qog'oz hujjatdagi eski yozuv esa amaliyotda chalkashlik tug'diradi. Elektron bazada esa ma'lumot yangilansa, tegishli tashkilot uni yangilangan holatda ko'rishi kerak. Hozirgi o'zgarishning asosiy maqsadi pensionerlarni ortiqcha hujjat ko'tarib yurishdan, hujjat yo'qotishdan va har safar bir narsani isbotlash majburiyatidan ozod qilishdir. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Siz bank kartangiz orqali pensiya olasiz. Bank tizimida sizga pensiya kelayotgani ko'rinadi. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ bazasida sizga pensiya tayinlangani ko'rinadi. Davlat xizmatlari tizimida sizning shaxsingiz ID karta yoki pasport orqali aniqlanadi. Shunday ekan, alohida guvohnomani har safar ko'rsatish zamonaviy tizimda doim ham zarur bo'lmay qoladi. Bu o'zgarish pensioner uchun qulaylik yaratish kerak. Masalan, siz tuman markazidagi tashkilotga borasiz. Oldin sizdan pensiya guvohnomangizni olib keldingizmi deb so'rashardi. Endi to'g'ri tartibda ishlayotgan tashkilot sizning ID kartangiz yoki pasport ma'lumotingiz orqali pensioner maqomingizni tekshirishi mumkin.
agar elektron tizim ishlayotgan bo'lsa, siz qo'shimcha qog'oz olib kelmasligingiz kerak. Lekin amaliy hayotda bir muhim holat bor. Tizim yangilansa ham hamma joyda xodimlar darhol bir xil ishlay boshlamaydi. Ayrim joylarda eski odat bo'yicha hali ham guvohnoma so'rashlari mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga vahima qilmaslikni, lekin o'z huquqini bilishni maslahat beraman. Agar sizdan pensiya guvohnomasi so'ralsa, xotirjam tarzda mening pensiya maqomimni elektron baza orqali tekshirishingiz mumkinmi deb so'rashingiz kerak. Agar ular baribir qog'oz talab qilsa, qaysi normativ hujjat asosida talab qilayotganini so'rash mumkin. Birinchi navbatda guvohnomasini yo'qotgan pensionerlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak. Agar pensiya tayinlangan bo'lsa va siz har oy pensiya olayotgan bo'lsangiz, guvohnomaning yo'qligi pensiyangiz yo'q degani emas. Sizning asosiy dalilingiz shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya to'lovlari kelayotgan bank kartasi yoki hisob varaq, shuningdek zarur bo'lsa vakolatli organlardan olinadigan elektron yoki qog'oz ma'lumotnoma bo'ladi. Ikkinchi guruh yangi pensiyaga chiqayotgan fuqarolar. Masalan, erkak kishi olmay yoshga to'lib, mehnat staji va boshqa hujjatlari asosida pensiya rasmiylashtirmoqchi. Ayol kishi 25 yoshga to'lib pensiya olish uchun murojaat qilmoqda. Ular menga guvohnoma berilmasa pensiya ola olmaymanmi deb o'ylamasligi kerak. Pensiya tayinlash jarayonida eng muhim narsa guvohnoma emas, balki pensiya huquqini tasdiqlovchi ma'lumotlar. Shaxsiy hujjatlar, mehnat staji, ish haqi ma'lumotlari, zarur hollarda arxiv hujjatlari va elektron bazadagi yozuvlardir. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham pensiya guvohnomasi alohida maqomni tasdiqlovchi yagona vosita bo'lib qolmasligi kerak. Masalan, nogironlik guruhi tibbiy ijtimoiy ekspertiza orqali belgilanadi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi esa tegishli hujjatlar asosida tayinlanadi. Ushbu ma'lumotlar vakolatli tizimlarda bo'lishi kerak. Shuning uchun guvohnoma shaklidagi o'zgarish pensiya turining o'ziga ta'sir qilmaydi. Agar siz pensiyangizni bank kartasi orqali muntazam olayotgan bo'lsangiz, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz joyida bo'lsa va yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Sizning pensiya olishingiz amalda to'lovlar orqali ham ko'rinib turibdi. Masalan, har oyning ma'lum sanasida kartangizga 1 million 200 ming so'm, 2 million so'm yoki sizga tayinlangan boshqa miqdordagi pensiya tushayotgan bo'lsa, bu pensiya tizimida siz borligingizni bildiradi. Agar siz naqd pul shaklida pensiya olsangiz ham, masalan, pochta orqali yoki boshqa tartibda, baribir pensiya tayinlanganligi tegishli bazalarda qayd etilgan bo'ladi. Bu holatda siz uchun eng muhim narsa shaxsiy hujjatlar tartibli bo'lishi va pensiya oluvchi sifatida ma'lumotlaringizda xatolik bo'lmasligidir. Familiya, ism otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ana shunda muammo chiqishi mumkin. Birinchi misol. 7000 yoshli pensioner otaxon eski pensiya guvohnomasini 10 yil oldin olgan. Guvohnoma yirtiq, yozuvlari o'chgan. U poliklinikaga borganida undan pensionerligini tasdiqlashni so'rashdi. Oldin u shu yirtiq guvohnomani ko'rsatardi. Endi esa xodim uning ID kartasi orqali ma'lumotni tekshirishi yoki kerak bo'lsa, pensiya organidan ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Otaxonning pensiyasi to'xtamaydi, faqat tasdiqlash usuli qog'ozdan elektron tekshiruvga o'tadi. Ikkinchi misol. 63 yoshli ayol pensiya guvohnomasini yo'qotib qo'ygan. U kommunal imtiyoz yoki mahalladagi ijtimoiy yordam masalasi bo'yicha murojaat qilmoqchi. Avvallari guvohnomani tiklab keling deyishlari mumkin edi. Endi u avvalo shaxsini tasdiqlovchi hujjatini olib boradi. Pensioner ekanini elektron bazadan tekshirishni so'raydi. Agar tashkilotda bunday imkon bo'lmasa, u pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki davlat xizmatlari orqali pensiya olishi haqida ma'lumotnoma olishi mumkin. Uchinchi misol. Yangi pensiyaga chiqayotgan fuqaro 25 yil ish stajiga ega, lekin ayrim yillari bo'yicha arxiv hujjatlar kerak. U guvohnoma bekor bo'lsa, pensiyaga chiqish osonlashadimi deb o'ylashi mumkin. Bu yerda guvohnomaning bekor qilinishi pensiya tayinlash shartlarini bekor qilmaydi. Ya'ni yosh, staj, ish haqi, sug'urta badallari yoki qonunda belgilangan boshqa asoslar baribir tekshiriladi. Faqat pensiya tayinlangandan keyin alohida guvohnomaga bog'lanib qolish kamayadi. 4-misol. Bir pensioner har oy 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. U sanatoriy yo'llanmasi uchun murojaat qilmoqda.
Mas'ul xodim undan pensiya guvohnomasi so'radi. Fuqaro esa guvohnomasini uyda qoldirgan. Bunday holatda masala faqat hujjatni olib kelmagan degan sabab bilan yopilmasligi kerak. Agar tashkilotda elektron tekshiruv imkoniyati bo'lsa, ID karta orqali tekshiradi. Agar yo'q bo'lsa, fuqaro ma'lumotnoma taqdim etadi. Muhimi, odamni asossiz ravishda bir necha marta ovora qilish to'g'ri emas. Endi juda muhim istisnolarni aytaman. Birinchidan, ayrim xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar hali ham ishki tartibida qog'oz hujjat talab qilishi mumkin. Masalan, xususiy tashkilot ayrim sanatoriyalar, ayrim xizmat ko'rsatish joylari yoki mahalliy darajadagi tashkilotlar elektron bazaga ulanmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda ular sizdan pensiya olishingiz haqida ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Bu har doim ham noqonuniy degani emas, chunki ular bazani ko'ra olmasligi mumkin. Lekin ular aynan eski pensiya guvohnomasi bo'lmasa, umuman qabul qilmaymiz deyish vaqtli holat bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, imtiyozlar pensiya guvohnomasiga emas, qonuniy maqomga bog'liq. Masalan, yoshga doir pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs urush qatnashchisi, yolg'iz pensioner yoki boshqa ijtimoiy toifadagi fuqaro bo'lishingiz mumkin. Har bir imtiyozning o'z sharti bor. Ba'zi imtiyozlar hamma pensionerlarga berilmaydi. Faqat aniq toifadagi shaxslarga beriladi. Shuning uchun men pensionerman, demak barcha imtiyozlar menga tegishli deb o'ylash ham xato. Har bir imtiyoz bo'yicha alohida asos so'ralishi mumkin. Uchinchidan, pensiya miqdori bo'yicha nizolar guvohnoma bilan hal bo'lmaydi. Masalan, fuqaro mening stajim 30 yil, lekin pensiyam kam chiqdi desa. Bu masala guvohnoma bor yo'qligiga emas, hisob-kitobga bog'liq. Bunda ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari, elektron mehnat daftarchasi, oldingi tashkilotlardan olingan ma'lumotlar tekshiriladi. Guvohnoma bekor qilinishi bu hisob-kitoblarni avtomatik qayta ko'rib chiqadi degani emas. To'rtinchidan, bank kartasi muddati tugashi bilan pensiya guvohnomasi masalasini aralashtirmaslik kerak. Ba'zi pensionerlar kartasi ishlamay qolsa, guvohnoma bekor bo'lgani uchun pensiyam kelmayapti deb o'ylashi mumkin. Aslida karta muddati tugagan, PIN kod bloklangan, bank rekvizitlari o'zgargan yoki texnik kechikish bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bankka murojaat qilinadi, pensiya tayinlanishi esa alohida masala. 5-dan, chet elga vaqtincha chiqqan yoki boshqa hududga ko'chib o'tgan pensionerlar ma'lumotlar yangilanishiga alohida e'tibor berish kerak. Yashash manzili o'zgarganda, bank hisob varag'i o'zgarganda, familiya o'zgarganda yoki shaxsiy hujjat yangilanganda tegishli tashkilotlarda ma'lumotlar mos bo'lishi muhim. Elektron tizimda bitta harf xato yozilsa ham, keyin tekshiruvda muammo chiqishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'radigan xatolardan biri shuki, pensionerlar hujjatlarni faqat muammo chiqqandan keyin tekshiradi. Masalan, odam pensiyasini yillar davomida olib yuradi. Keyin biror imtiyozga murojaat qilganda familiyasida xato borligi aniqlanadi. Yoki tug'ilgan sanasi eski pasportda bir xil, yangi ID kartada boshqacha ko'rsatilgan bo'ladi. Elektron tizimda ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, xodim bazadan chiqmaydi deb aytishi mumkin. Bu pensioner emasligingizni anglatmaydi, lekin ma'lumotni to'g'rilash kerakligini bildiradi. Yana bir xato, odamlar eski guvohnomani tashlab yuborishga shoshiladi. Men bunday qilishni maslahat bermayman. Agar qo'lingizda eski pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni saqlab qo'ying. U kelajakda asosiy hujjat bo'lmasa ham, ayrim holatlarda qo'shimcha dalil sifatida kerak bo'lishi mumkin. Masalan, eski davrga oid ma'lumotni aniqlashda, arxivdagi yozuv bilan solishtirishda yoki biror tashkilotda tushuntirish berishda qo'l keladi. Lekin uni yo'qotib qo'ysangiz ham bu pensiyangiz yo'qoladi degani emas. 3-xato. Har qanday xodimning og'zaki gapini yakuniy qaror deb qabul qilish. Masalan, bir joyda sizga guvohnoma bo'lmasa, sizga imtiyoz yo'q deyishdi. Siz darrov ortga qaytmang. Xotirjam so'rang. Iltimos, buni qaysi hujjat asosida aytyapsiz? Men pensionerligimni elektron baza yoki ma'lumotnoma orqali tasdiqlasam bo'ladimi? Ko'pincha masala shunday savoldan keyin aniqlashadi. Chunki ayrim xodimlar eski tartib bo'yicha javob berishga odatlangan bo'lishi mumkin. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amal qilayotgan bo'lishi kerak. Undagi familiya, ism, tug'ilgan sana va boshqa ma'lumotlar to'g'ri yozilganiga e'tibor bering. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki ma'lumotda xato bo'lsa, avvalo shuni to'g'rilash kerak. Chunki elektron tekshiruvning asosiy shaxsiy ma'lumotdir. Ikkinchi qadam,
pensiya to'lovlaringizni nazorat qiling. Bank ilovasida yoki bank filialida pensiya tushayotgan sanalar va summalarni tekshirib boring. Masalan, har oy o'yin 2 sana atrofida pensiya tushsa, lekin bir oy kelmay qolsa, darhol sababini aniqlang. Avval bankdan so'rang. Karta faolmi? Hisob bloklanmaganmi? Rekvizitlar to'g'rimi? Keyin zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. 3-qadam. Agar biror tashkilot pensionerligingizni tasdiqlashni so'rasa, avvalo elektron tekshiruv imkoniyatini so'rang. Mening ID kartam orqali tekshirib bera olasizmi deb ayting. Agar ular buni qila olmasa, pensiya olishingiz haqida ma'lumotnoma kerakligini aniqlang. Ma'lumotnomani qayerdan olish mumkinligini so'rang. Pensiya jamg'armasi bo'limidanmi? Davlat xizmatlari markazidanmi yoki elektron davlat xizmatlari orqalimi? 4-qadam. Ma'lumotnoma keraklik bo'lsa, murojaat qilganda aniq yozing. Arizada menga pensiya tayinlanganligi va pensiya oluvchi ekanligim haqida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman mazmunda murojaat qilinadi. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, zarur bo'lsa bank kartasi ma'lumotlari, eski pensiya guvohnomasi bo'lsa uning nusxasi vakil orqali murojaat qilinsa ishonchnoma olib boriladi. Agar siz boshqa odam nomidan ish yuritayotgan bo'lsangiz, masalan onangiz yoki otangiz uchun albatta vakillik hujjati kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam. Eski pensiya guvohnomangizni saqlang. Uni har kuni yoningizda olib yurish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin uyda hujjatlar papkasida saqlab qo'ying. U bilan birga pensiya tayinlanganligi haqidagi eski qarorlar, ish staji bo'yicha arxiv hujjatlari, mehnat daftarchasi nusxalari, bank hisob raqami ma'lumotlari ham tartibli tursin. Keksa odamlar ko'pincha hujjatlarni turli joyga qo'yib yuboradi. Keyin kerak paytda topilmaydi. Men har bir oilaga pensioner yaqinlari uchun alohida papka qilishni maslahat beraman. 6-qadam. Telefon orqali kelgan shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Hujjatlar raqamlashtirilayotgan paytda firibgarlar ham faollashishi mumkin. Kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiya guvohnomangiz bekor bo'ldi. Pensiyangizni saqlab qolish uchun karta raqamingizni, SMS kodni ayting desa, bu juda xavfli. Hech qachon SMS kod, bank karta paroli, PIN kod yoki to'liq karta ma'lumotlarini bermang. Pensiya organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Bunday holatda qo'ng'iroqni to'xtating va rasmiy raqamlar orqali o'zingiz bog'laning. 7-qadam. Agar sizga asossiz rad javobi berilsa, yozma javob so'rang. Og'zaki bo'lmaydi degan gap ko'pincha muammoni hal qilmaydi. Siz iltimos rad etish sababini yozma shaklida bering deb so'rashingiz mumkin. Yozma javobda qaysi hujjat, qaysi band, qaysi sabab ko'rsatilgani ma'lum bo'ladi. Shundan keyin yugurib tashkilotga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli murojaat portallariga shikoyat qilish osonlashadi. Men pensionerlarning farzandlari va yaqinlariga ham alohida murojaat qilaman. Ko'p hollarda keksa odamlar yangilikni to'liq tushunmaydi. Telefon orqali kelgan xabardan qo'rqib qoladi yoki hujjat masalasida ortiqcha xavotirga tushadi. Siz ularning hujjatlarini bir marta tekshirib bering. ID karta bormi? Bank kartasi amal qilyaptimi? Pensiya qaysi sanada tushyapti? Eski guvohnoma va boshqa hujjatlar qayerda turibdi? Hammasini tartibga soling. Agar ota-onangiz pensiya bo'yicha biror joyga borish kerak bo'lsa, ularga oldindan tushuntiring. Pasport yoki ID kartani olish, kerak bo'lsa eski guvohnomani ham papkaga solish, tashkilotdan elektron tekshiruvni so'rash, tushunarsiz talab bo'lsa yozma izoh so'rash. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin amalda ko'p muammolar aynan tayyorgarlik yo'qligidan chiqadi. Yana bir muhim narsa, pensioner nomidan bank kartasini boshqarishda ehtiyot bo'ling. Hamma ishni farzand qilsa ham, karta egasi pensionerning huquqlari saqlanadi. Pensiya pulini olish, ishlatish, ko'chirish masalalarida shaffoflik bo'lishi kerak. Chunki keyinchalik oilaviy kelishmovchiliklar yoki bankdagi savollar paydo bo'lishi mumkin. Eng ko'p berilayotgan savollardan biri shu. Guvohnoma bekor qilinsa, pensiyam to'xtaydimi? Men aniq aytaman. Guvohnoma shaklidagi o'zgarishning o'zi pensiyani to'xtatish uchun sabab bo'lmaydi. Pensiya qonunda belgilangan asoslar bo'yicha tayinlanadi va to'lanadi. Pensiya to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi uchun alohida huquqiy sabablar bo'lishi kerak. Masalan, noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, pensiya turi bo'yicha huquq tugagan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida bola yoshi yoki o'qish holati o'zgargan bo'lsa, nogironlik muddati qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'lsa, shunday holatlar bo'lishi mumkin.
lekin oddiygina guvohnoma endi eski shaklda berilmaydi degan gap pensiyani bekor qiladi degani emas. Shu bilan birga pensioner o'z ma'lumotlarini e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Agar sizdan ma'lumot yangilash so'ralsa, masalan pasport o'zgargan, bank hisob raqami o'zgargan yoki yashash manzili o'zgargan bo'lsa, buni vaqtida bajaring. Chunki elektron tizimlarda ma'lumotlar mos kelmasa, to'lovda kechikish yoki tekshiruv paydo bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytsam, pensiya guvohnomasi bo'yicha o'zgarishlar pensionerlarni qo'rqitish uchun emas, hujjatbozlikni kamaytirish va ma'lumotlarni elektron tartibda tasdiqlash uchun qilinmoqda. Eng muhim narsa shuki, guvohnomaning qog'oz shakli o'zgarishi yoki bekor qilinishi pensiyaning o'zi bekor bo'ladi degani emas. Sizning pensiya huquqingiz qonuniy asoslar, staj, yosh pensiya turi va rasmiy tayinlov bilan belgilanadi. Men sizga tavsiya qilaman. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Eski guvohnomangiz bo'lsa saqlab qo'ying. Pensiya to'lovlarini nazorat qiling. Kerak bo'lsa ma'lumotnoma oling va hech qachon firibgarlarga bank kodlarini bermang. Agar biror joyda sizdan eski tartibda hujjat talab qilishsa, xotirjam tarzda elektron tekshiruv yoki yozma asos so'rang. Sizningcha pensiya guvohnomasining bekor qilinishi pensionerlar uchun qulaylik yaratadimi yoki aksincha? Ayrim joylarda yangi muammolar tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya, nafaqa va ijtimoiy imtiyozlar bo'yicha muhim yangiliklarni vaqtida bilish har bir oila uchun zarur.